Tefsiri Muyesser. Enfal Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisizki Allah'ın nezirde canlıklarının en yamını kulakları haqiqatni anlaştın to'silib qolgan, tili haqiqatni aytishdan gachi bo'lib qolgan kishilar bo'lib, ular Allohning buyurgan va to'sqanlari haqida qilchi aqlini ishlatmaydi. Mubada Allah ularda birer yaxshilik bor deb bilsaydi, albatta ularga Qur'onning vaz nasihatlarini anglatdi. Ve ularmu Allah'ın ayetleri ve delil paketleri üstüde akıllarını işiltetdi. Lekin Allah'a aniq ma'lum ki ularda qilchi yaxshilik yo'qdir. Ular iman etmaydi. Navada ularga Qur'onning haqiqatlarini tushuntirib anglatgan taqdirdimi, ular hammani bilib va tushunib bo'lib, yanala iman etishdan, haqiqatni qabul qilishdan bosh tortadi. Ular hech bir yo'l bilan haqiqatga yuzlanmaydi. Ey Allohning yaratquchi egi ekanligiga, Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligiga iymon keltirgan kishilar. Allah ve onun peygamberi sizlarga dunyo va oxiratda haqiqiy hayot bag'ishlaydigan iymonga chaqirgan chaqda sizlar uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Allah hamma ishini boshqaruvchidir. U inson bilan uning dili o'ttirisiga to'salg'i qo'ya oladi. Ya'ni uning dilini o'zi xohlagancha o'zgartiradi. Rabbinglarning da'vatiga ovoz qo'shishinglar kerak. Hamma ishning hukmronligi uning ilkidadir. Bilinglarki, qiyomat kuni sizlar cho'qim Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Shu chaqda Alloh hammanglarga tegishlik mukofot yoki jazoinglarni beradi. Ey mu'minlar, sizlar oranglardagi yomon ish qilib o'zga zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmay, yomon ishni to'sishga kuchi yetadigan turug'liq, to'smagan yaxshilarning beshiga keladigan umumyuzlik azobga duchor bo'lib kelishdan hazar aylanglar. Bilinglarki, Allohning azobi uning amr farmonlariga xiloflik qilganlar uchun to'limi qattiqdir. Ey mu'minlar, Allah'ın nimetini unutmanglar ki öz vaqtida sizlar Mekkede az edinglar. O yerde bozak qilingan edinglar. Mekkeli kafirlarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Allah sizlarni Madinada makallashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalardan rizq berdi. Urushlarda olgan g'animatlaringlarmi buning jumlasidandir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar Allohning buyurganlarini qilmaslik, to'sqanlardan yonmaslik bilan Allohga va uning payg'ambariga xiyonat qilmanglar. Sizlar omonatga vafo qilishning zarurligini bilib turib, Allah sizlarga topshirgan omonatlarga xiyonat qilmanglar. Ey mu'minlar, bilinglarki, Allah sizlarni ega qilgan pul mollaringlar, Allah sizlarga ato qilgan farzandlaringlar sizlarni shukr qilamdu yoki tuzkorlik qilamdu deb berilgan sinoqdir. Bilinglarki, itoat qilguvchilar uchun Allah'ның dargohidagi mukofot va yaxshilik nihoyatda kattadir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Agar sizlar Allohning buyurganlarini o'rindab, ma'ni qilganlardan yenib, uningga taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayirib oladigan ong sezim ato qiladi. O'tganki barliq gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni afu qiladi. Jazoga tortmaydi. Alloh katta fazl karam egisidir. Ey payg'ambar, shuni asliginki
o'z vaqtida qavmingdan bo'lgan mushriklar seni Makkada qamoqqa elish yoki o'ldirish va yoki o'z yurtingdan haydab chiqarish uchun suiqasd planlagan edi. Ular suiqasd planlagan bilan Alloh ularning suiqasdini barbod qilib, o'zlariga qaytarib etdi. Alloh kofirlarning planlarini ana shundoq barbod qiladi. Allah suiqasdlarni barbod qiluvchilarning eng yaxshisidir. Allah ularni ular to'ymagan yerdan jazolaydi. Allahni inkor qilgan ashu kofirlarga Qur'on oyatlari tilovat qilinsa, ular nodonliqidan biz bundoq so'zlarni burunmi anglagan edik. Agar xohlasak, bizmi albatta uningga o'xshash so'zlarni qila olaydik. Ey Muhammad, sen bizga o'qib berayotgan bu Qur'on burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas dedi. Ey payg'ambar, mushriklarning o'z vaqtidagi so'zlarini eslaginki, ular Allohga duo qilib, ey Alloh, Muhammad da'vat qilayotgan bu din agar haq din bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolig'in dedi. Ey payg'ambar, sen o mushriklarning ichida turgan muddat ichida Alloh ularga azob qilmaydi. Agar ular gunohiga tavba qilsa, Alloh ularga azob qilmaydi. Ular Allohning mu'min bandalarini Masjid-i Haramga kirib Ka'bani tavob qilishdan va u yerda namoz o'qishdan to'sqan tursa, Alloh ularga qandoqmi azob qilmasin. Halbuki ular Masjid-i Haramga igdorchilik qilishga salohiyatlik emas. Uninga igdorchilik qilishga faqatla taqvodorlarga loyiqdir. Lekin bu kofirlarning to'lisi bu haqiqatni bilmaydi. Shun ular igdorchilik qilishga haqqi yo'q ishlarni talishib, o'zlarini Masjid-i Haramning egillari deb biljirlaydi. Ularning Masjid-i Haramning yinidagi ibodati faqat isqirtish, chavoq chelishdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, sizlar haq dinni inkor qilganliginglar va kufrda haddinglardan eshib eng qabih qilmishlarni sodir qilganliginglar uchun azobini obdan tetidinglar. Shubhisizki Allohning birligini inkor qilgan va payg'ambarga osiylik qilgan kofirlar pul melini o'zlariga o'xshash mushriklarga berib, ularning insonlarni Allohning diniga kirishdan to'sishi va mu'minlarni iymondan chiqarish uchun sarf qilyotadi. Ular buningdan keyinmi yana sarf qiladi. Ondan ularning sarf qilgan narsalari ularga hasrat ep keladi. Chunki ularning pul meli bekorga ketadi. Ular Allohning dinini yo'q qilish va kishilarni uningdan to'sishda g'alaba qilolmaydi. Mu'minlar oxiri ularni mag'lub qilmay qolmaydi. Kofirlar jahannamga to'planadi va u yerda azoblanadi. Haq dinni inkor qilgan va kishilarni uningga kirishdan to'sqan ashu kofirlarni Allohning jahannamga to'plab jazolashi, jahannamga mansub bo'lgan napok odamni jannatga kiradigan pok odamdan ayirib chiqib, hamma napok odamlar bilan Allohning diniga qarshi sarf qilingan harom mollarni ustiga dövlab do'zaxga tashlash uchundir. Ashu kofirlar dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Ey payg'ambar, Allohning birligini inkor qiladigan kofirlarga aytqinki, agar ular kofirlikdan voz kechsa va Allohning payg'ambariga dushmanlik qilishdan yenib iymon etsa, Alloh ularning o'tganki gunohlarini mag'firat qiladi. Chunki iymon etgan kishining kofirlik vaqtidagi gunohlari afu qilinadi. Ey payg'ambar, agar o kofirlar sen bilan urushishga yana qaytsa, yana sana dushmanlik qilsa, payg'ambarga dushman bo'lganlarni halok qilishdiki ilohiy qonun davomlashadi-da, o kofirlar tezda halok qilinadi.
müminler! Müşriklarning kishilarni Allohning dinidan to'sish va musulmonlarni dindan yondirishga urinish qilmishlari tugigan. Kishilar ibodatni, duoni butunlay Allohga qiladigan holatga kelganga qadar mushriklar bilan urushinglar. Agar ular kishilarni dindan to'sishdan yenib, sizlar bilan birlikda haq yo'lda mengishni tanlasa, sheksizki ularning kufrdan yenib, iymonni tanlaganligini Allah bilib turadi. Ey müminler! Agar ashu mushriklar sizlarning da'vatinglarni qabul qilishdan bosh tortsa, Allohga, uning payg'ambariga iymon etmasa va sizlarga qarshi urush qilishdan voz kechmasa, bilinglarki, Allah sizlarning madadkoringlardir. Ularga qarshi sizlarga yordam beradi. Allah sizlarga nima degan yaxshi madadkor. Düşmanlaringlarga qarshi nima degan yaxshi yordam berguvchi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.